Xo'jayli tumani 5-sonli maktab binosida O'zbekiston ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi Xo'jayli tuman bo'linmasi kengashining hisobot saylov birinchi konferensiyasi ishida saylangan 49 nafar delegatlardan 47 nafar ishtirok etdilar. Shuningdek, konferensiyada O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi kengashi raisi Ulug'bek Chalmenov, O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi kengashi tashkiliy ishlar bo'limi boshlig'i Gulnara Ilmurodova, O'zbekiston ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi Respublika kengashining Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha mas'ul tashkilotchisi Rustam Abdurahmonov va tegishli soha vakillari ishtirok etdilar. Konferensiya kun tartibidagi birinchi masala O'zbekiston ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi Xo'jayli tumani bo'linmasi kengashining 2020-yil iyuldan 2025-yil iyungacha bo'lgan davr mobaynidagi faoliyati yakunlari va xodimlarning ijtimoiy-iqtisodiy huquq va manfaatlarini himoya qilish borasida kelgusidagi vazifalar to'g'risidagi masala yuzasidan Xo'jayli tumani bo'linmasi kengashi raisi Sharafaddin Niyozimbetovning hisoboti tinglandi. Shundan so'ng ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi Xo'jayli tumani bo'linmasi taftish komissiyasining hisoboti o'qib eshittirildi. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tizimidagi kasaba uyushmalari tashkilotlarida hisobot saylovlarini o'tkazish to'g'risida nizomda barcha darajadagi kasaba uyushmalari tashkilotlari, jumladan kasaba uyushmalari shahar, tuman bo'linmalari saylanma organlarining ishlab chiqarishdagi ishidan ozod etilgan rais va rais o'rinbosarlari saylovi muqarrar ravishda muqobillik asosida yashirin ovoz berish yo'li bilan o'tkazilishi belgilangan bo'lib, nizomda talablardan kelib chiqib tarmoq kasaba uyushmasi Xo'jayli tumani bo'linmasi kengashi raisi yashirin ovoz berish yo'li bilan saylanib, qolgan saylovlar ochiq ovoz yo'li bilan o'tkazilsin degan taklif delegatlar tomonidan bir ovozdan qabul qilindi. O'zbekiston ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi Xo'jayli tumani bo'linmasi kengashi raisini saylash bo'yicha yashirin ovoz berish byulleteniga kiritish uchun Niyozimbetov Sharafaddin Reimbayevich, Madenov Seydahmed Gurbanovich va Sayjanov G'ofurjon Sarsenbayevichlarning nomzodlari taklif etildi va saylov muqarrar ravishda muqobillik asosida yashirin ovoz berish yo'li bilan o'tkazildi. Yashirin ovoz berish natijalariga ko'ra Niyozimbetov Sharafaddin Reimbayevich ko'pchilik ovoz bilan O'zbekiston ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi Xo'jayli tumani bo'linmasi kengashi raisi etib takroran saylandi. Bugün mineki Kocaeli rayonu bilimlendirүү mekamelerining xizmetkerlerinin kasıplık avkamının konferensiyası, hesap berip ham qayta sayloo konferensiyası bu 2020 жылдан 2025 жылға аралығындағы есабатын тыңладық. Со есабаттың ішінде үлкен жұмыслар істелгенген кәсіптік ауқамы тарапынан бұл мектептердің жаңаланулары, мектептердегі істелген жұмысларға кәсіптік ауқамы тікелей білімлендіру қызметкерлері менен оның білімлендіру министрліктерімен біргелікте араласып, соны һәм бақылап баруда да үлкен жұмыстар істелген. Қазір мектептерімізде қарап отырсаң, бір құрылыслар болып атырыпты, жаңадан мектеплер құрылып атырыпты, оларды капитал тамырлаулар болып атырыпты, оларды үскөнелермен үскөнелеу, жаңадан мебеллер алып беру, hem laboraturyалық аспаптарды алып беру жұмыслары біздің Өзбекстан бойынша үлкен жұмыслар істелген екен. Ала берсе біздің Қожелі районында да осындай жұмыслардың көбісіне өздерімізден куә болып тұрмыз. Бұл жұмысларды істеуде де кәсіптік ауқамының үлкен рөлі бар.